So'ylagan gapirdingizmi? Birinchi marta bo'lsa, hech nimani aytib ko'rmagansiz. Hech qanday ichmaganmiz. Bitta kofe, bitta mango qilib bo'pti. Bo'ldi. Bitta kofe, bitta mango. Bu 3-kun. Ichib turaver. Ikkitani o'zingni adden cho'p qo'yasan ham bo'ladi. Kofeni o'zi suyni tayyorlab qo'yib qo'ygan-da. Ha, filtrlab sovutkani quyib qo'ygan. Birinchi rosa menga qizdirdilar bog' ichida. Qayerda ekan bu manzil o'zilmagan bilan qayerda ekan desam, bog' ichida ekan. Ha, bog' ichida edi birinchi. Просто cho'raklarni olasizmi, nima narsa vashi? Qaymoq bu. Yo chiroyli qilmaydi, tam beradi. Yan qo'lingni Aralashtirish kerak bo'ldi. Yo, icheriz. Qani olsa o'zi vaqti boshqacha. Bunaqa ichib beradi. Yo, ko'pchilik bunga urganda, o'zgacha bo'pti-da. Okeanda yaxshimi? Mango tam alohida tam. Ha, Boshqa mevalar tam alohida tam. Ajrab turibdi. Ma'lumki haqiqatda amerikan bo'ldi. Bosh boshqa kerak. Bunisini ichib, bunisini ichib ko'rding. hop, ikkitasi ham 25 ming. Narxi ham o'rta. Narxini mana o'zi ichib ko'rgandan keyin ko'pchilik tushunibdi. Mehnat qo'ymaganmiz bu yerda. Masalliqiga nisbatan haliga ozmoz qo'yilgan. Yo, o'zim buni ichib ko'rmasdan turib gapiraver edim men. O'zbekda ichkim deydi, ana chortoq qo'shilgan ichib sezmaydi deydi. Ha. Lekin mana shu yaxshi bo'ldi. Agar bunga Sprite qo'shilgan chuchman bo'lsa kerak. Shirinlikni kontrol qilib bo'lmadi. Sprite qo'shsa. Mana u просто gazirovka chortoq ishlatganimiz sabab buni gaz zo'r chiqib qoldi.